Erkaklarga qiziqish ko'payib ketyapti ekan va buni asosiy sababi bugun bitta bola keldi. Uylanmagan ekan, ota-onasi uylayman desa, undan ko'ra o'zim osib qo'yganim yaxshi dedi. Reально shunaqa dedi. Nimaga deb so'radim. So'raganimda erkaklarga qiziqish ko'payib ketyapti ekan. O'zi bu mavzuda ko'p ham gapirmoqchi emasdim, lekin oxirgi paytda bu narsa ko'payib ketdi. Erkaklarga qiziqish ko'payib ketyapti ekan va buni asosiy sababi nima desam, ana har doimgi sabab porno bo'lib chiqdi. Shunchaki porno ko'p ko'rish oqibatida orientatsiya sekin-sekin buzilgan. Lekin bu bolani davolasa bo'ladi. Psixoterapevtga jo'natdim. Psixoterapevtimiz juda ham chiroyli holatda ishlab beradi. Nima uchun? Chunki bunda hali endi boshlanish davri va bir vaqt o'zida ham erkaklarga, ham ayollarga qiziqish bo'lyapti ekan. Lekin o'zini qo'rqitayotgan narsasi uylandim, ayolim bilan jinsiy aloqa qila olmasam nima bo'laman degan qo'rquv prям ko'zida boshqacha tushkunlikda. Hali psixologiyada qo'g'lamda tepaga ketib qoladi-da gaplashadi.